Assalomu alaykum ommaga. Yaxshimisizlar? Charchab yuribsizlarmi? Mana bizlarni payvand pomidorlarimiz. Mana ikkita gulxonani o'zi pishirishni boshlagan. Ranglari mana mana o gulxonasi bilan qizargan. Mana shu ikkita gulxonani shunday qo'ysam 3 kilodan ziyod chiqsa kerak. Mana davomi. Mana. Mana maşallah desa bo'ladi. Rang ikkinchi gulxona o'zi. Hamma gap issiqlik berma, yo'q bu yoq deydi-ku. Hammasi gap bu. Issiqlik bo'lmasa bu darajaga tez qizarmaydi bular hech qachon. Mana qish gulxona. Mana qarang, qancha pomidor bor bitta gulxona. 30 tacha pomidor o'zi kerak ana shu gulxonada. Bunlar pişip YouTube'da. Bittasini ko'rsatyapman. Tamam. Bang. Hech qanaqa muammo yo'q. Faqat hosil bor. Spesial termometrimiz hech qanaqa hosil sifatini yo'qotmaydi. O'zini sifati bilan, qattiqligi bilan turibdi shuni. Faqat qanaqa rang bilan turibdi.
Golovkani to'xtatgandan keyin mana bachka chiqaryapti polni. To u bachkalar katta bo'lib o'ralish holatiga kelgancha nima bo'ladi bizga? Mana bu mevalar kattalashib pishishni boshlaydi. Sifatni qarang, sifatni. Toshday qattiq. Atabilen ana shu radiator, padiator deb yuradiganlar. Ana shu eng zo'r atabilen ana. Veti 65-70 gradusda turibdi hozir. 3 sekunddan ziyod qo'lni ushlab bo'lmaydi. Ana shu rozvoylar mana bir xil anonga. Shular bilan bir xil, lekin rozvoylar hech qachon bo'lachalik bo'la olmaydi. Buni aftini qaranglarmi? Javraymiz, payvandekinglar. Hosil ko'rmoqchimisizlar, kilo ko'rmoqchimisizlar? Ekinglar tamom. Sharoitni qilib qo'ygan holatda, lekin ekonom qilib bo'lmaydi bu ishdan. Ha shu rozvoy sortlar singari shular ham bir xil o'xot qilinyapti. Даже rozvoylarni tez o'xot qilamiz, bularga tegdirmayman. O'zimni qachon vaqtim bo'lsa kelib qilaman. Mana. Qancha hosil bor deysizlar sherga? Ko'rasizlarmi buni? Davomini. Buni qaranglar. Qancha hosil bor deysizlar? Olaman shu bargni. Olib bo'lmaydi, bargini qaychish kerak. Mana. Bu kisni qarang. Bir dehqonchilik bo'lsa shunday bo'lardi endi. Bundan ziyodmi, lekin men o'ylab aqlimga sig'dira olmayman. Mana qaranglar. Bittadan yo'laman, yerdan bittadan yo'laman. Ketgan. Mayli. Bunu payvand deb qo'yibdilar.